Chempionlar Ligasi Chelsea Barsaga qarshi. Markaziy uchrashuv boshlashimizdan oldin obuna bo'lishni unutmanglar. Darvozabonlar Robert Sanchez yoki Chesney. Chesney mayli. Kunde yoki James. Kunde. Kubarsi yoki Chaloba. Kubarsi. Fofana yoki Araujo. Hozir kunda Fofana. Cucurella yoki Balde. Balde. Yarim himoyaga o'tamiz. Moises Caicedo yoki Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Enzo Fernandez yoki Pedri. Pedri albatta, maestro. Hujum: Lamine Yamal yoki Estevao William. Yamal albatta. Joao Pedro yoki Dani Olmo. Olmo endi jarohatdan qaytdi, shuning uchun Joao Pedro. Garnacho yoki Rafinha. Rafinha. Liam Delap yoki Robert Lewandowski. Albatta Lewandowski. Ushbu o'yin hisobi qanday bo'ladi? Hisob taxminim bo'yicha Stamford Bridge'da bo'layotgani uchun o'yin 2-1 hisobida qiynalgan holda Barselona yutadi. Ya'ni muxlislarga qoldiraylik, taxmininglarni yozib qoldiringlar.